Senda hammasi yaxshimi? Hech yaxshiga o'xshamayapti-da kayfiyatingdan. Bu ko'zlaring doim olov misol charaqlab turardi. Chaqnab o'ziga tortardi. Bugun ko'rdim, bu ko'zlar ma'yus tortib qolibdi. Nega bu lablar hamisha tabassumda edi? Bu safar u kulmadi. Nega bu yuzlar ancha so'ladi? Chaqnab turgan ko'zlar atrofiga ajinlar tortilibdi. Charchadim. Yelkangda o'zing ko'tara olmaydigan darajada yuklar bormi? Sochlaringga oq oralabdi. Shunchalik hayot achchiqlarini, chuchuklarini, past balandini, o'tkir tig'li tikonlarini, olovli yo'llarini, achchiq haqiqatlarini bardosh qila olmadim. Sen bilan sirlasha oladigan, dardingni aytsang tinglayishni xohlaydigan atrofingda hech kim qolmadimi? Ishonib dardlaringni aytgan insonlaring seni yonboshingda turib senga qarsaklar chaldi. Seni yaxshi deb bilgan insonlaring orqangdan nishtar sanchidimi? Yonimda turadi degan insonlaring qarasang atrofingda hech kim qolmaganligini his qildirdimi? Demak, sen eng xayrli yo'ldasan. Chunki Robbimning eng suyukli bandasisan. Sinov bejizga berilmaydi. Kuchli insonlargina shunday sinovlarga bardosh beradi.